Ana shaqillab qo'ygan, qolgan tomonlama yaxshi o'chiravering. Kraska, saka ko'rdingizmi? Yaxshi ekan oldi. Shu taraf sekildi. Degan o'zlari bo'lgan voqealarni vallahi aytib beraman. Keling. Bu tomon oq, bu tomon qaymoq suytagan-a Nexia. Mana izodni ko'proq qo'shib sepgan evaziga tezroq qurisin deb sarg'aygan. Sarg'aytiribdi. Srochni qurtaman degan ekansiz. Sepgan payt. Qayerdan sizlik aka? Mashinadan keyin chiqadimi? Chiqadi. Rahmonov Vahob aka. O'zingizmi yo tanishingiz? Qisqasi keyin chiqadi. Chiqadi. Muhimi shu. Qancha yurdida? 2 dan osh. 238. Nechmi so'rayapsiz-da? 1.6 g'irt prostoy. Ya sizdan Mayli. Bir narx aytingchi, o'zingiz qilindi. aytmagansiz yaxshi ekan. O'zimdan bo'lgan yaxshi ekan-ki. Siz noto'g'ri yo'lgasiz deydi-ki. Xo'p, aka qarang. 2013 1.6 g'irt prostoy. Bir tomoni seli sepilgan, bu tomon radnoymi xatyapti? Nimasi yaxshidir bo'lib turish kerak-da. Buni shopir tomondan mindingiz-da, qaradingiz. Mang, qo'lni bering. O'tmadi. Aka, bo'layotgan gaplarni gaplashamiz. Aytilishi sal baland aytib turdingiz, mayli, mol sizniki. To'g'ri kelsa olaman, to'gri kelmasa bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz. Menga prosta bir ikkinchi, uchinchi bo'lib kelsa yaxshi. Men bitta ikkita joyga ko'rsatib, keyin menga kelsa savdo tez bitib ketadi. Hozir men misol men akam ketdi, jo'natib yubordim o'zim. Bir ikkita uchta joyga ko'rsatib keling deb. Narxni bilmasa ham qiyin-da. Hozir bular bilan savdomiz bitmaslik 100 talik. Endi siz bilan bittami yo'q, xudo bilan. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Sotaman deb kelgansizmi? Dangalguni bir savol beraman, shunga ayting, ayga savdo qilib ketaman. Realni guning 30 dan necha pul o'tib berasiz? Mana shuncha o'tib beraman, dangal gapirsangiz, dangal savdo qila olaman. Bu ham bir mard savdosi bo'ladi. Nomard savdo qilmayman aka. Akmal aka 30 dan men shuncha o'tib beraman, o'zingiz nima deysizning, shuni bitta narx qo'ya olaman. Agar to'g'ri aytsangiz, aka savdolashmay ham olaman. Kecha savdolashmay ham oldim. Necha pul dedim? Bo'layotganini aytdi, barakam. Hamma hayron. Tanishini mashinani oldim deb qotib qolishdi. Yo'q, u mashinani o'zi insofli aytdi. Uni insofli aytgandan keyin uni yerga tiqib tashlash niyatim yo'q. Bitta yuring-da. Mayli aka. Bersangiz oldim, bermasangiz meni molingiz. O'sha aytganingizda tekis baravar qilib beraman, faqat o'ynab kulib rozi bo'lsangiz olaman. Barakangiz bormi 30 ga? Ko'tar. Tavakkalga aka, tavakkalga olaman. Bormi barakangiz? O'ynab tushayotgan mashina emas. Bering barakali aka. Ya hozir 30 ga ham bermaysizmi endi? O'ylamang. Ya aka, endi 30 ga beravering. Ya hozir 30 ga ham bermaysizmi? Ya narx 30 beraman aka. Bormi barakangiz? Ha, qiyin ekan aka. Mang, tek pasportingiz. Ya prosta savdan bilmadim, yo men chalkashyapman, yo siz chalkashyapsiz. 30 dan pastga bermaysiz, 30 bo'lsa berasiz, ha, 30 dan pastga bermaysiz. Yo'q. Ha, mayli, bering, rozi bo'lib berinsam, yo'q, endi 30 ga bermayman deyapsiz. Biron joyga chiqib kelgansiz, yo'q, oldimga o'tirib sizga. 30 bo'lsa berasizmi deyapman, ha deyapsiz, kamga bermaysizmi? Yo'q deyapsiz. O'shacha aytaman-da, balki men chalkashimman.